xolam bitta narsa aytganlar. Menga qiz topilguncha 1 yil vaqt ketgan. Akam bilan men to'yim qo'shaloq bo'lish kerak bo'lgan. Akamga 3,5 oy 4 oyda topilgan. Menga qidirilgan. Bormagan joyimiz qolmagan. Mana shunda daftarimiz, spiskamiz bo'lardi. Har kuni bitta joyga borardik. 7 oy qidirganmiz, topilmagan. Keyin xolam bitta narsa aytganlar. Bitta narsani aytasan ixlos bilan aniq topiladi deganlar. Hayron bo'lganman endi. 7 oy topilmagan narsa qanaqa aniq topiladi. Bitta oila moshinaga muhtoj bo'lib yurgan ekan. Xolam ularga ham aytganlar shu narsani. Ular ro'za oyida ro'zani birinchi kundan aytishni boshlashgan. Ro'zani oxirgi kunda tugagan. O'sha 40 ming marta bo'lgan. Hayit kuni tanimaydigan, bilmaydigan odam kelib bitta mashina shunda podarka qilib ketgandi. Xolam bu narsani aytganlaridan keyin men ham aytishni boshladim. Ixlos bilan 40 ming marta aytganman, sirazi topilgan. Agar shu 1 oy ichida menga ham qiz topilmasa, akam o'zlari uylanib ketadilar. Men keyingi yil uylanishimga to'g'ri kelardi. Bitta tanishimni ko'rib qoldim, birga ishlardik oldin. Iftorligiga bordim. Uzoqdan chaqirib oldilar, "Aka, aka" deb, keyin borib ko'rishdik, bitta stolda o'tirdik. "Aka, sizni qidirib yurdim.